qanaqa bo'ladi diqqatni o'ziga qaratish, diqqatni o'ziga qaratish. Bu degani, misol uchun, o'zimizdan ortib kimgadir nimadir bera olmaymiz. Dam olmayapmizmi, resursimiz kammi, birinchi o'zimiz to'yib olishimiz kerak. Mehr kutyapmizmi, birinchi o'zimizni mehr bilan to'ydirishimiz kerak. Misol uchun, munosabatlarda yaxshilik bo'lmayaptimi? Ya'ni diqqatni o'zimizga qaratib, nima qilyapmanki, bu munosabatlarni yomonlashishiga sababchi bo'lyapti yoki nima qilsam shu munosabatlarni yaxshilashim mumkin yoki qaynota, umuman atrof muhitdagi do'stlarimiz bizga nima uchun shunaqa munosabat qilyapti? Birinchi o'zimizga savol. Chunki har bitta bo'layotgan vaziyat aslida ishimiz. Yoki jenstvenность yo'qoldimi? Men ana shularda yordam beraman. Ya'ni qo'pollashib, bo'rlashib ketyapmizmi hayot ichimizda yoki atrofimiz ham shunga mos bo'lib o'zgaradi, kutuvlarimiz ham o'zgaradi. Shuning uchun diqqatni birinchi o'zimizga qaratishimiz kerak.